Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar. Mana men bugun Changam mashinamizni orqa qismiga eshik qilib berdik, ochiladigan qilib. Ochib ko'rsatib qo'y. Ochilishlari juda yengil. Mexanizmi o'sha namasti orqasida qo'yiladigan zamoga mexanizmi qo'yilgan. Berkitib ko'rsat. Oldu, berkildi. Tortsa açılmaydı. Daha da iş yarayanımız kaçılacak, trenajörge Suriye yasalyapti. Kat yo'llarda zakatotdi. Bitta eshik qilinyapti. Bitta darvoza qilinyapti. Kimga agar shunaqa svarka xizmatlari kerak bo'lsa 91lik kodi bilan 151 0449 nomeriga aloqaga chiqishlaring mumkin. Bizda lazer xizmatlari ham bor. Kimga gip lazer xizmati kerak bo'lsa shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar.